Qaysi holatlarda grijani operatsiya qilish kerak? Grijani operatsiya qilish uchun avvalambor bemorni MRT tekshiruvini o'tkazish kerak. Mana biz oldimizga ko'p kasallar MSKT tekshiruv qildirib keladi. MSKT tekshiruvda disk churrasi ko'rinmaydi. Sababi MSKT tekshiruvi qattiq to'qima, suyak to'qimasini ko'rsatish uchun, aniqlash uchun yaratilgan apparat hisoblanadi. MRT surati hamda MRTni xulosasida disk churrasi aniqlansa, bu MRT disk umurtqalararo diskda yumshoq to'qimani ko'rsatish xususiyatiga ega. MRTda disk churrasi katta bo'lsa, bemorning holatida og'riq sindromi qattiq bezovta qilsa, bemorni bel umurtqalari qiyshayib ketgan bo'lsa, bemor uzoq yura olmasa, bemordagi og'riqlarni og'riq qoldiruvchilar ta'sir qilmasa, hamda konservativ davolash muolajalari foyda bermasa, kasalda disk churrasini hisobiga kelib chiquvchi quyidagi asoratlar bo'lsa, operativ davoga ko'rsatma bo'ladi. Ya'ni birinchisi Lasega belgisi deymiz. Biz oyog'ini ko'targanimizda 25-30 gradusda kasalda oyog'idagi og'riq kuchaysa. Ikkinchisi Kauda sindrom, ya'ni siydigini tuta olmasa, ich kelishini boshqara olmasa, yelini tuta olmasa, bu ham Kauda sindromi deyiladi. Bu 100% operatsiya ko'rsatma hisoblanadi. Keyingisi oyoqlarda mushaklar atrofiyasi, ya'ni oyoqlari ozib ketadi. Bemorlarni ko'rsak, oyog'idagi og'riqlar bor oyog'ida asosan misol o'ng oyoqda og'riq bo'ladigan bo'lsa, chap oyoqqa nisbatan o'ng oyoq ozib ketadi. Normada agar bemor o'ng yoqqa, ya'ni o'ng qo'l hamda o'ng oyog'ida ko'proq ish bajaradigan bo'lsa, bu bemorlarda o'ng oyoq chap oyoqqa nisbatan katta bo'lishi kerak. Lekin afsuski shu disk churrasini hisobiga biz chap oyoqqa nisbatan o'ng oyog'ini ozib ketganligini kuzatamiz. Mushaklar atrofiyasi, ya'ni oyog'ida yaxshi sezmaslik, barmoqlarini yaxshi ishlamasligi, oyog'ini ichida tik tura olmasligi, bemorni uzoq masofaga yura olmasligi bu operativ davoga ko'rsatma bo'ladi. Ya'ni bu disk churralarida. Endi bel umurtqalarida disk churralaridan tashqari yana quyidagi kasalliklar operativ davoga ko'rsatma bo'ladi. Ya'ni umurtqa kanali stenozi. Umurtqa kanali stenozi degani bu umurtqani torligi. Ba'zi vaqtlarda mana kasallarda 3 mm, 4 mm disk churrasi deb MRT xulosasi bilan keladi. Lekin kasaldagi og'riqlar qattiq, og'riq qoldiruvchilar ta'sir qilmaydi. Kasal kechasi bilan uxlamayapman deydi, yura olmayman deydi, belimni ko'tara olmayman deydi. Bu ya'ni umurtqa kanali stenoziga bog'liq bo'ladi. Umurtqa kanali stenozida kelib chiqishiga sabablar mana men bir misol qilib aytaman sizlarga. Uzoq yil trubani ichida suv oqsa, yuzlik trubani ichida suv oqsa, bu trubani ichidagi razmeri har qanday shlaklar, suvni qoldiqlarini hisobiga, kaliy, magniy suvlarning hisobiga ichki razmeri 70-60 mm santimetrga tushib qolishi kuzatiladi. Umurtqa kanalida ham umurtqa kanalini o'rab turuvchi sariq bog'lam, orqa bo'ylama bog'lam, umurtqani oldingi bo'ylama bog'lami hamda umurtqani hosil qiluvchi bo'g'imlarni gipertrofiyasi, ya'ni kattalashib ketishini hisobiga 1 sm bo'lishi kerak bo'lgan umurtqa kanali 0,6-0,7 ga tushib qolishi aniqlanadi. Sababi bu kanaldagi erkin harakat qilayotgan, erkin nafas olayotgan umurtqa kanalidagi orqa miya hamda orqa miya elementlari qisilishi kuzatiladi. Shuning uchun buni bizda adabiyotlarda, ya'ni buni endi mana hamma neyrokirurg hamda umurtqa pog'onasi kasalliklari bilan shug'ullanadigan mutaxassislarimiz barchasi yaxshi biladi. Shizis bo'yicha 4 ta klassifikatsiyaga bo'linadi. Birinchi darajali, ikkinchi darajasi hamda uchinchi, to'rtinchi darajasi. Birinchi, ikkinchi darajasida konservativ davo muolajalari effekt beradi. Lekin uchinchi, to'rtinchi darajali stenoz bo'lsa, shizis bo'yicha shu darajaga to'g'ri keladigan bo'lsa, bular albatta 100% operativ davoga ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Buni konservativ davolaganimiz bilan foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun mana juda ko'p kasallarimiz buni konservativ davolanadi, davolayman deyshadi. Buni grija yo'q degan fikr bilan davolab ko'rishadi. Shuning uchun kasallarimiz juda ko'p asorat bilan kelyapti. Ya'ni siydigini boshqara olmaydi, ichini boshqara olmaydi, ich kelishini, yelni usha olmaydi. Juda ko'plari episistoma, ya'ni siydik pufagini neyrogen boshqara olmaganligi uchun Kauda sindromidan so'nggi asoratda episistoma bilan keladi kasallar. Kasallarda operativ davo qilingandan keyin reabilitatsiyadan so'ng sekin astalik bilan siydigini qayta tiklanishini kuzatyapmiz. Bemorlar shuning uchun har qanday kasalda bemorlar operatsiyadan qochadi, lekin bu asorat qanchalik asoratlanib borgan bo'lsa,
kasallikni tuzalishi ham shunchalik qiyinlashaveradi. Ya'ni asoratlarning tikkalanishi bu qiyinlashadi. Sababi nerv mana o'zimizni xalq tilida ham bor, asab to'qimalaringni ehtiyot qil, qayta tiklanmaydi deydi. To'g'ri, tiklanadi, lekin qisman tiklanadi. Shuning uchun kasallarni erta davrda operativ davo asoratga qoldirmasdan operatsiya qilishlik maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. Keyingisi spondilolistes xastaligi. Mana spondilolistes xastaligida ham yuqoridagi umurtqa pastdagi umurtqaga nisbatan oldinga, yonga yoki orqaga siljib ketadi. Kasallarda shikoyati bemorlar kelib bizga oyoqlarimda qattiq og'riq, oyoqlarimda uyushish, yurishni qiyinligi, uzoq masofaga yursam belimni tolib ketishi, o'tirib tura olmayman deydi. Biz bemorni buni ortopedik sinamalarda ko'ramiz. Bemorni o'tkazib turgusak, o'tirgandan keyin bemor qaytib tura olmaydi. Bu kasallik mana davolab ko'ramiz, davolaymiz, korset taqish kerak degan iboralar, so'zlar bilan mana bir mutaxassisga uchradim. Korset taqish kerak, davolash kerak, davolasa bo'ladi deyilgan iboralar eshitamiz, lekin kasallar borgan sari qiyinlashib ketaveradi. Bu kasallarda shuning uchun spondilolistes xastaligi 100% operativ davoga ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Chunki umurtqani ichida, ya'ni umurtqa kanalida orqa miya hamda orqa miya ildizlari joylashgan. Umurtqa siljishini hisobiga qisilish, ya'ni orqa miyani ezilishi hamda orqa miya ildizlarini karishok deymiz, endi ildizlarini ezilishi kuzatilganligi sababli bemorlardagi asoratlar chuqurlashib boradi. Shuning uchun har qanday kasallikni ham meni tavsiyam oldin reabilitatsiyada, ya'ni operativ davodan oldin mana konservativ davo qilib ko'rganda, bu agar asoratlar bo'lishi kuzatilayotgan bo'lsa, albatta buni asoratlar bo'lguncha davom muolajalarini qilish kerak, ya'ni operativ davo qilish kerak. Qaysi holatlarda grijani endoskopik yoki traditsion usulda operatsiya qilish kerak? Disk churrasini endoskopik usulda, ya'ni hozirgi xalq tilida aytilayotgan lazer yordamida operatsiya deb fikrlash bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, endoskopik usullarda grija oqib qolgan holatlarda, kanalni kengligi saqlangan holatlarda albatta endoskopistlar buni tanlab qiladi. Disk churralari asoratlanmagan holatlarda hamda umurtqa kanali teshigi stenoz bo'lmasa, orttirilgan stenoz bo'lmasa, sariq bog'lam gipertrofiyalarida ko'proq endoskopik usulni men tavsiya qilmayman. Traditsion usulda operatsiya qilish kerak bo'ladi agar kanal torayib ketgan bo'lsa. Kanal keng bo'lib, buni albatta tanlanadi bu endoskopik usulda yoki traditsion usulda operatsiya qilish. Endoskopik usulda lazer yordamida deyiladi, endi bu xalqimiz tilida. Endoskopik usulda oqib qolgan grijalarda hamda kanal keng bo'lsa, hozir endi stenozlarda ham bo'lyapti. Qilishyapti endoskopistlar, bizda ham yo'lga qo'yilgan bu narsalar. Lekin meni tavsiyam ko'proq tanlab, agar umurtqa kanali tor bo'lsa, umurtqa kanalidagi holatda asoratlangan disk cho'ralari bo'lsa, traditsion usulda qilganimizni men ma'qul topaman. Bu traditsion usul deganda qanday metodni nazarda tutyapsiz? Traditsion metod deganda mana bizni ustozlarimiz, bizgacha bugungacha bo'lib kelgan, bizni o'qitgan domlalarimiz tomonidan qilib kelingan usullarda operatsiya qilish bu traditsion usul bo'ladi. Albatta ilgarigidaqangi hozir operatsiyalarimizni kesmalari, ya'ni dostuplar ham kichkinalashib ketgan, ilgarigidaqa katta kesilmaydi. Kichik hajmda kesilyapti. Umurtqani interlaminar hamda arkotomiya usulida operatsiya qilish mumkin. Interlaminar bu umurtqani o'simtalar, yonbosh o'simtalarning orasidan kirib olinadi. Bunda sariq bog'lam olib tashlanadi qisman, shu bilan disk churralari olinadi. Lekin ko'proq biz ishlatadigan usulimiz bu arkotomiya, diskektomiya, foraminatomiya deymiz. Ya'ni kichkinagina rezeksiya qilib, ravoqni olib, bu orqali diskni olib tashlagandan so'ng shu kanalni teshigi kengaytirib qo'yiladi. Bu oldin keng qilingan. Bu operatsiyalar ham har xil, ya'ni neyroxirurgik jihatdan hamda ortopedik jihatdan yondashuv asosida bo'ladi. Bu kasalni har birini kuzatuvdan so'ng aniqlanadi qaysi usulda operatsiya qilishimiz. Ya'ni neyroxirurgik yondashish degani bu ildizni bo'shatish hamda orqa miyani bo'shatib qo'yish. Ortopedik rejim degan, ortopedik xususiyatlarni saqlab qolgan holda degani umurtqaga zararimizni kamroq yetkazish, ya'ni umurtqani elementlarni kamroq rezeksiya qilib olishi tushuniladi. Bosh og'rishi, bo'yin og'rishi, ko'krak umurtqalari sohasidagi og'riqlar, bel umurtqalari sohasidagi og'riqlar, chanoq sohasidagi og'riqlar, tizza bo'g'imlari sohasidagi og'riqlar to'g'risida savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda qoldiring. Keyingi chiqishlarimizda savollaringizga albatta javob beramiz.